Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik qarindoshlar, biz ulug' Ramazon oyininki eng bereketlik, faziletlik, ulug' bo'lgan oxirgi 10 kunida turibmiz. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo shu islom ummatiga va barliq ummatlarga in'om qilib bergan bir güzel kechidan bir kecha bor. Alloh subhanahu va taolo bu kechini nayati bereketlik kecha deb atagan. Chunki bu kechida bo'ladigan yaxshilik, barakat, fazilatlar ko'p bo'lganlikdan bu kechininki qadr qimmati nayati katta, shon sharaflik, bu kechida erishadigan ajr nayati ko'p bir kechini sifatladi. U kecha bo'lsa-mu qadr kechisidan iborat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu kecha to'g'riliq shunday deydi: A'udzu billahi minash-shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Yani bu oyatning tarjimasi shak shubsizki biz Qur'onni Ramazon kechalarining biri bo'lgan ulug' va sharaflik qadr kechasida nozil qildik. Ey payg'ambar, qadr kechasining qanday kecha ekanligini bilamsan? Allah subhanahu wa ta'ala Duhan surasida shunday deydi: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Haqiqatan biz Qur'oni Karimni bereketlik shunday bir kechada nozil qildik. Biz kishilarni yaxshilik va yomonlik qatorliq ishlarga buyurish bilan ogohlantiramiz. Bu kecha Ramazon oyidagi muborak kecha bo'lib, bu boshqa oylarda yo'q. Şu Ramazon oyida Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shahru Ramazanallazi unzila fihil Qur'an, yani Ramazon oyi bo'lsa Qur'oni Karim nozil bo'lgan muborak oy. Bu bereketlik ulug' kechimi Ramazon oyida bo'ladi. Allah subhanahu va taolo kechini bu ism bilan atadi, nayati bereketlik kecha ve hamma ishlar hukm qilingan kecha deb. Chunki Allah subhanahu va taolo bu kechada bir yillik rizq, ajal, dunyoda bo'lgan hadislar, dunyoga kelgan hayotlik, dunyodan ketadiganlar, nijot topadiganlar, halok bo'ladiganlar, baxtlik, baxtsizlar, aziz bo'ladigan, xor bo'ladigan, mo'lchilik, qurg'oqchilik degandek Alloh subhanahu va taolo shu yilda bo'lish iroda qilgan ishlarningki hammasi mush kechida yeziladi. Undan keyin bu farishtalarga topshiriladi. Nam amallar yeziladigan farishtalarga topshiriladi. Fiha yupraqu kullu amrin hakim. Yani shu u kechida Alloh subhanahu va taolo izni qilgan, buyurgan har qanday ishlar, yani Allohning izni bilan, Allah'ın buyrug'i bilan bo'ladi. Bu yillik belgilimidan iborat. Allah subhanahu va taolo bu kechininki sha'ni nihoyatda ulug' va bu kecha shunday hurmatli kecha bo'lganlikdan bu kechani sifatlab deydi: "Va ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri xayrun min alf shahr." Qadr kechasi, yani muborak kecha bo'lib, bu kechada qilingan amal ibodat boshqa vaqtlarda qilingan, yani boshqa vaqtlarda 1000 oy amal ibodat qilgandan yaxshidir. Yani bu Alloh subhanahu va taolaninki islom ummatiga ato qilgan, yani katta in'omidir. Agar bu kechada amallari qabul qilingan kishi, yani 1000 oy ibodat qilgandan keyin ajr savobiga erishadi. Yani 1000 oy degan 83 yıl 4 aydan ibaret olup, bu insan Allah'ın raziliğini közlep, ihlas bilen azraq amel kılsa erişilgan en katta ecir ve büyük sevaptan ibaret. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen: her kandak bir insan, bir Müslüman Kadir keçiside Allah'a işinip, Allah'ınki şu vaadi kılgan sevaplarına işinip Qadr kechisida tursa, yani namoz o'qisa, Qur'on o'qisa, zikr etsa, duo tilovat bilan
Allah yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallar bilan bu kechini o'tkazsa, bu kechida tursa, bu odamningki ilgirki gunohlari kechirim qilinadi. Buning uchun bu ilgirki gunohlarning kechirim qilinish uchun inson bu kechida tirishchilik qilish kerak. Haqiqiy ixlos bilan ibodat tirishish bilan men cho'qim Allohning roziligiga erishiman, Alloh va'da qilgan savobga erishiman deydigan samimiylik bilan bu kechida tursa, inshaalloh bu ajr savoblarga erishadi. Hurmatli yana qarindoshlar, bu kechida kuchimizdan yetishicha tirishchilik qilib, namoz o'qiyli, duo qilili, Qur'oni Karimni tilovat qilili. İnşallah biz samimiylik bilan tirishchilik qildik-miz, cho'qim Allohningki bizga va'da qilgan bu ne'matlarga erishimiz. Hamda Qadr kechisiningki vaqti to'g'risida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bayon qilingan hadislarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi hadislarda 21-kecha, ba'zi hadislarda 23, ba'zi hadislarda 25, 27, 29, yani Ramazonning oxirgi kechalari deb bayon qilingan. Shunga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan birisi kelib, "Ya Rasululloh, Qadr kechisini 21-kechada izlaymanmi?" desa, shu kechada izlagan degan. 23-kechada izlaymanmi desa, 23da izlagan degan. Ya'ni savol so'rg'uchi qaysi kechidan so'rasa, Payg'ambar alayhisalom shu kechida izlagan deb javob bergan. Hamda bu kechining zodi cho'qim qaysi kechi bo'ladiganligini bekitish to'g'risida ulamolarningki qarshi o'xshamaydi. Eng to'g'ri qarash bu masalada Ramazonning oxirgi 10 kunidagi taq kechilardan iborat. Ya'ni 21, 23, 25, 27, 29. Yana Ayşe radhiyallohu anhadan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kuni kelgan vaqtida kishilarga Qadr kechisini Ramazonning oxirgi 10 kunining taq kechalaridan izdanglar deb bayon qilgan. Bu hadisni yani İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Agar inson hamda Ramazonda gündüzü roz tutup, özününki xizmat, gündelik turmuş ve başka işler bilen gündüzleri herip çarçap, her keçisi hem de keçide turuştun biraz yani aciz kelgen yoki bardoshlik berolmaydigan ahvol bo'lib qolgan vaqtida keyingi 7 kunda izlashga buyurilgan. Ya'ni 25, 27, 29 kechalari. Bu doğrudur mu? Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan bayan kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlar Qadr kechisini Ramazonning oxirgi 10 kunidan izlanglar. Agar sizlarning biringlar bu 10 kunda turishdan yani aciz kelsa yoki biroz bardoshlik berolmay qolib qolsa, oxirgi 7 kunda izdanglar degan. Ya'ni 23, 20, 25, 27, 29. Yani Ramazan çıkışga 7 gün qolgandiki bu taq kechilardan. Bu to'g'rida nurg'un hadislar bayon qilingan, ammo bu Qadr kechisiningki cho'qim bu kechida bo'ladi deydiganga bir belgilama bayon qilinmagan. Shunga bir yilnisi 23 bo'lsa, yana bir yilnisi 25, yana bir yili 27 yoki 29 yoki 21 degandek shu taq kechilarningki birida bo'ladiganligi aniq, ammo qaysi kechida aniq bo'ladiganligi bu aniq emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo nihoyatda hikmat bilan ish qiluvchi zot bo'lg'achqa buning vaqtini maxfiy qilgan. Chunki insonlar yoki Ramazonning 27 Qadr kechisi yoki 29 Qadr kechisi deb shu bir kechida ham ibodatga nihoyatda tirishchilik qilib, boshqa vaqtlarda sustlik qilmasin, amal ibodatlarga sal qaramasin deb bu Qadr kechisiningki aniq vaqtini Alloh subhanahu va taolo maxfiy qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni ochiq bayon qilmagan. Ya'ni alomatlarini aytgan, ammo palani kechida deb cho'qim bir kechini belgilamagan. Ham bu to'g'rida ulamolarningki nurg'un qarashlari bor. Shuning uchun inson Allohning roziligi, Allohning rahmatiga erishishni maqsad qiladi ekan, cho'qim Ramazonningki qolgan kechilardimi bo'libmi oxirgi 10 kunning kechalarini haqiqiy ya'ni amal ibodatlar bilan, tirishchilik bilan
Allohga bo'lgan samimiylik, ixlos bilan o'tkazadi ekan, inshaalloh cho'qim bu ajr savoblarga erisha oladi. Hamda Qadr kechisininki ajr savobiga erishishda biror narsani ko'rish shart etilmaydi yoki biror narsani anglash bu shart emas. Yoki inson sajda qilgan holatda yoki masalan bir osmonlarga qarasa nur ko'radigan yoki ovoz anglaydigan yoki farishtalardan bir sada keladigan mandaq ishlarning bo'lishi shart emas. Bu balki Allohninki fazli, rahmeti, marhametidan iborat bo'lib, buningga Alloh xohlagan va Allohga bo'lgan samimiy ixlos bilan ibodat qilgan, amal qilgan kishilar buningga cho'qim erishadi. Hamda bu Qadr kechisininki ba'zi alomatlarni bayon qilingan. Buning mashhurlari Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan bayon qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qadr kechisi bo'lganda shu ya'ni kecha o'tgandan keyin shu atdiganda kun naytiliq uchuq ammo nuri yo'q holatda bo'ladi deb bayon qilgan. Ya'ni kun chiqqan vaqtida kunninki nuri nayt o'chak holatda bo'ladi degan. Buningdagi maqsad bu Qadr kechisida zaminga tushgan farishtalarningki intayin ko'p bo'lganligidan u farishtalarningki qanotlari va ulaylik kunning nurini va kunning sho'llarini to'sib olgan deb bayon qilingan. Hamda bu Qadr kechisi shu faqat kechada turib shu ibodatlar bilan namoz o'qiyotgan kishilarga ham xos bo'lmasdan, balki Allohning roziligini tilab, Allohdan savob umid qilib turgan mayli odat ko'rib qolgan ayollar bo'lsin yoki nifoslar ayollar bo'lsin, safar qilayotganlar bo'lsin, muqim turayotganlar bo'lsin, qalbida shu kechininki savobiga erishiman deb samimiylik bilan Allohdan tilab turayotgan har qanday kishilar buningga erisha oladi. Chunki har qanday odamningki amallari qabul bo'ladi ekan, bu kishi cho'qim Qadr kechisidan bo'lgan o'ziningki nasibasini oladi. Shuning uchun inson Ramazonninki oxirgi kunlarining bo'libmi oxirgi 10 kunninki taq kechalarini intayin g'animat bilish kerak. Bu kechalarda o'ziningki ko'p vaqtini Allohga duo qilish, Qur'on tilovat qilish, namoz o'qish bilan o'tkazish kerak. Imom Shafiy rahimahulloh bu to'g'rida men kunduzda ibodatga tirishchanlik qilgandek, bu kechining hammasini shunday ibodatga tirishchanlik qilishni yaxshi ko'raman degan. Sufyan Savriy rahimahulloh bu kechida duo qilish men uchun, ya'ni namoz o'qigandan yaxshi deb Qadr kechisida duo qilishning fazilatini bayon qilgan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamning sahobalari shu Qadr kechisini izlash uchun Ramazonninki oxirgi 10 kunlari bo'libmi taq kechalarda ibodatga ko'p tirishchanlik qildi. Hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zimi va ayollarini hammasini uyg'otib, bu oxirgi 10 kunini ibodat bilan o'tkazishga rasmiy tayyorlik qilib, bu 10 kunni boshqa vaqtdan bakroq ibodat qilishga tirishchanlik qildi. Hamda bu kechida o'qiydigan eng yaxshi duo to'g'risida Aisha onamiz, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan, "Ya Rasululloh, men agar bu kechining Qadr kechisi ekanligini bilib qolsam, bu kunda qaysi duoni o'qiyman?" degan vaqtida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Allohumma inni afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya'ni ey Alloh, sizlarni aytdi, afu qilguvchi esil zot, meni afu qilslar degan shu duoni ko'p o'qishga buyurgan. Aynodan boshqa hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilingan asarlarda bayon qilingan duolarni o'qisak bo'ladi. Aynodan boshqa, ya'ni o'zimizning, avlodlarimizninki, millatimizning, islom ummatininki baxt tepishi, nijot tepishi bo'libmi vatanda zulm chekayotgan qarindoshlarimizninki mushu ulug' kechalarda bir Allohninki rahmatiga erishishi, Allohning marhamatiga erishishi, ulug' kechalarninki sharafidan, savobidan mahrum qolmaslik uchun va ularninki zolim past, ya'ni bu Xitoyning
turmalarından, azaplardan tezroq qutulishi uchun Allohga samimiylik bilan yalvarib va ko'p duo qilsak, inshaalloh amallarimiz qabul bo'lib qolsa, birasimizning duosi ijobat bo'lib qolsa, va moddiy, ma'naviy sabablarni qilish orqali Alloh subhanahu va taolo shu qarindoshlarimizni Xitoyninki zulmidan qutuldirib qolsa, bu fabiha va ne'mat. Shuning uchun barliq qarindoshlar, mayli biz dunyoning sharq tarafida yashayli yoki g'arb tarafida yashayli, dunyoning qayerida bo'lsak, cho'qim bu qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunida haqiqiy samimiylik bilan talab qilsak, buningga erisha olamiz, buning savobidan mahrum qolmaymiz. Shuning uchun bu kechada bir-birimizning haqida duo qilishayli, quruq so'z, quruq tuhmat, fitnaga qap qilishdan saqlanish va har taraflama kelayotgan balo musibat va zulmlardan qutulish uchun samimiylik bilan Allohga yalvarayli, Allohga duo qilayli. Alloh subhanahu va taolo hammalarni mushu muborak ulug' kechining fazilatini tepishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.